Do'stlar, bugun biz shaharlardagi kundalik hayotni osonlashtiradigan, kichik biznes egalari va katta oilalar uchun ishonchli yechim bo'lib kelayotgan avtomobil haqida gaplashamiz. Bu Chevrolet Damas 2026. Bir qarashda ixcham ko'rinadi, ammo ichkariga kirganingizda uning qanchalik keng va qulay ekanini darhol sezasiz. Damas ko'p yillardan beri O'zbekiston yo'llarida o'zini isbotlab kelmoqda va 2026 yilgi versiya bu an'anani zamonaviy yangilanishlar bilan davom ettiradi. Tashqi dizayn soddaligini saqlab qolgan holda yanada zamonaviylashtirilgan. Orqa LED chiroqlar, yangilangan bamperlar va yaxshilangan bo'yoq sifati avtomobilga yangi ko'rinish beradi. Kuzov shakli esa hali ham o'zining amaliy geometriyasini yo'qotmagan. Tor ko'chalarda aylanish oson, to'xtash joylariga sigish muammo emas. Saloniga o'tsak, 2026 modelda sezilarli o'zgarishlarni ko'ramiz. Old panel yumshoq materiallar bilan qoplangan, yangi multimedia tizimi qo'shilgan, ust zaryadlash portlari mavjud. Konditsioner tizimi avvalgidan samaraliroq ishlaydi. Bu esa yozning issiq kunlarida ayniqsa muhim. O'rindiqlar yanada ergonomik shaklga ega bo'lib, uzoq yo'lda ham charchoqni kamaytiradi. Bu avtomobilning asosiy kuchi uning tejamkorligida. Kapot ostida yangilangan oq butun 8 litrli dvigatel joylashgan bo'lib, u taxminan 40 ot kuchi ishlab chiqaradi. Raqamlar katta ko'rinmasligi mumkin, ammo Damasning vazni yengil bo'lgani sababli bu quvvat shahar harakati uchun yetarli. Eng muhimi, yoqilgi sarfi. Shaharda o'rtacha 18-20 km per litrda bosib o'tadi. Bu esa kundalik foydalanishda sezilarli tejash beradi. Chevrolet Damas 2026 ayniqsa kichik biznes egalari orasida mashhur. Nonvoyxonalar, kuryer xizmatlari, bozor savdogarlari va servis kompaniyalari uchun bu avtomobil haqiqiy ish quroli hisoblanadi. Orqa qismi keng bo'lib, yuk joylash oson. Shu bilan birga, yo'lovchi versiyasi katta oilalar uchun qulay, bolalar, qarindoshlar va yuklarni bir vaqtda olib yurish mumkin. Xavfsizlik masalasida ham yangilanishlar bor. 2026 yilgi modelda ikki tomonlama xavfsizlik yostiqchalari, ABS tormoz tizimi va mustahkamlangan shassi qo'llanilgan. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar uchun qo'shimcha ishonch beradi. Rul boshqaruvi yengil, ko'rinish burchaklari keng. Bu yangi haydovchilar uchun ham qulaylik yaratadi. Shovqin izolyatsiyasi ham yaxshilangan. Oldingi modellarga nisbatan salon ichida kamroq shovqin eshitiladi, dvigatel tovushi yumshoqroq. Bu esa musiqa tinglash yoki suhbatlashishni ancha yoqimli qiladi. 2026 yilda Damas nafaqat transport vositasi, balki hayot tarzining bir qismiga aylanmoqda. U ertalab bolalarni maktabga olib boradi, kunduzi biznes yuklarini tashiydi, kechqurun esa butun oilani sayrga olib chiqadi. Bitta avtomobil, ko'plab vazifalar. Texnik xizmat ko'rsatish arzonligi ham uning katta ustunligi. Ehtiyot qismlar bozorda oson topiladi. Mexaniklar bu modelni yaxshi bilishadi. Shu sababli uzoq muddatli egalik xarajatlari minimal darajada qoladi. Yo'l tutishiga keladigan bo'lsak, Damas yumshoq osma tizimi tufayli notekis yo'llarda ham barqaror harakatlanadi. Albatta bu sport avtomobil emas, lekin uning maqsadi ham tezlik emas, ishonchlilik va amaliylik. Ko'plab haydovchilar uchun Chevrolet Damas 2026 birinchi avtomobil bo'lib xizmat qilmoqda. Sababi oddiy, narxi nisbatan qulay, boshqaruvi oson, xarajatlari kam. Aynan shu omillar uni O'zbekiston bozorida doimiy talabga ega qilib kelmoqda. Bugungi kunda ko'plab zamonaviy crossoverlar va elektr avtomobillar paydo bo'layotgan bo'lsa-da, Damas o'z o'rnini yo'qotmayapti. Chunki u real ehtiyojlarga javob beradi. Katta shaharlar, tor ko'chalar, faol savdo hayoti. Bularning barchasida Damas o'zini erkin his qiladi. Agar siz ishonchli, tejamkor va ko'p maqsadli avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, Chevrolet Damas 2026 albatta e'tiborga loyiq variant. U hashamat bilan emas, foyda bilan o'lchanadi. Har bir bosib otilgan kilometr, har bir tashilgan yuk va har bir olib borilgan yo'lovchi uning haqiqiy qiymatini ko'rsatadi. Do'stlar, agar sizga shunday avtomobillar haqidagi videolar yoqsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoni yoqtiring va izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Siz Chevrolet Damas 2026 haqida nima deb o'ylaysiz? Sotib olarmidingiz? Men siz bilan birga avtomobil olamidagi eng so'nggi yangiliklar